Mavzuyimiz konuslik. Bu yerda bizda katta diametr 40, konuslik 1.20 nisbat, el uzunlik 1.20. Bizda o'lchamlar berilgan, faqatgina bizda kichkina d ni aniqlashimiz kerak. Bu uchun kesik konusni kichkina d sini aniqlash uchun formula berilgan. K teng katta D minus kichik d taqsim L ga teng. Buni formulaga qo'yamiz. 1 taqsim 20 teng 40 minus kichkina d taqsim 120 ga. Bu bo'ladi 6 teng 40 minus d, d teng 40 minus 6, d teng 34. Ya'ni kichkina diametr bizga 34 ga teng bo'ldi. Formula bo'yicha hisoblaganimizda biz kesik konusni bajarishimiz kerak. Endi katta d 40 bo'lganda 40 ta o'lchamni o'lchab qo'ydik. Konuslikni qiyaligini biz 34 kichkina d ni topganimizda 1.20 nisbat konuslik kelib chiqadi. Shundan kelib chiqib biz L uzunligini o'lchab qo'yamiz va u yerda kichkina d ni o'lchab chizish uchun chiziqni vertikal vaziyatda chizib olamiz va 34 ni teng 2 ga bo'lib shu yerda o'lchab ko'chiramiz. O'lchab ko'chirilgan 34 diametrlik o'lchamni nuqtalari bilan 40 diametrlik o'lchamni nuqtalarini o'zaro tutashtirsak bizga 1.20 nisbatdagi konuslik hosil bo'ladi.